bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan, ko'pchilik bilmay qolayotgan bir to'lov haqida gapiraman. Bu mavzu har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, ota-onasining pensiyasi bilan qiziqadigan har bir oilaga tegishli. Chunki pensiyaga qo'shib berilishi mumkin bo'lgan ayrim ustamalar va qo'shimcha to'lovlar bor, lekin odamlar ularni o'z vaqtida so'ramagani, hujjat topshirmagani yoki menga baribir chiqmaydi deb o'ylagani uchun pulini olmay yuradi. Men bugun sizga masalani oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimalarga e'tibor berish kerak? Kimlar qo'shimcha pul olishga haqli bo'lishi mumkin, kimlar esa bunga ishonib xato qilmasligi kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aniq qilib aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqini talab qila oladi. Ko'p pensionerlar pensiya deganda faqat bitta summani tushunadi. Har oy kartaga tushadigan yoki pochta orqali olib kelinadigan pul. Masalan, odam 1 million 200 ming so'm pensiya olsa, mening pensiyam shu ekan deb yuradi. Lekin amalda pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan bir nechta holatlar bor. Ish haqi imtiyozli toifa nogironlik holati. Qaramog'idagi shaxslar, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, yolg'iz pensionerlik holati, parvarishga muhtojlik kabi omillar ayrim hollarda qo'shimcha to'lovga sabab bo'lishi mumkin. Avvallari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar bilan yuritilgan. Pensioner biror ustamaga haqli bo'lsa ham bu haqda alohida murojaat qilmasa, mahalla, sobiq ish joyi yoki pensiya bo'limi buni o'zi topib, har doim avtomatik qo'shib beravermagan. Natijada odamlar yillar davomida o'ziga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan pulni olmagan. Hozir elektron bazalar, idoralararo ma'lumot almashinuvi ko'paygan bo'lsa ham, bu hamma narsa avtomatik hal bo'ldi degani emas. Bazada xato bo'lishi mumkin. Staj ko'rinmasligi mumkin. Hujjat eski nom bilan yurishi mumkin. Nogironlik yoki imtiyoz haqidagi ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Eng katta muammo shundaki, pensionerlar ko'pincha davlat biladi, o'zi qo'shib beradi deb o'ylaydi. Kim hujjatini tekshirsa, kim savol bersa, kim yozma ariza bilan murojaat qilsa, o'sha odam ko'proq aniqlikka erishadi. Kim jim yursa, uning masalasi yillar davomida ochilmay qolishi mumkin. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiyaga qo'shiladigan har qanday to'lovning o'z sharti bo'ladi. Hamma pensionerga qo'shimcha pul berilar ekan degan gapga darrov ishonmaslik kerak. Ayrim qo'shimchalar faqat nogironligi bo'lgan shaxslarga, ayrimlari faqat yolg'iz yashaydigan va parvarishga muhtoj pensionerlarga. Ayrimlari esa alohida xizmatlari yoki rasmiy maqomi bor fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi vaziyatni olaylik. 38 yoshli onaxon 30 yil maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanida sobiq ish joyidan barcha ma'lumotlar to'liq kiritilmagan. Mehnat daftarchasidagi ayrim yozuvlar noaniq bo'lgan. U kishi 1 million 400 ming so'm atrofida pensiya olib yurgan. Keyin farzandi hujjatlarini qayta tekshirtirganida 4 yil staj hisobga olinmay qolgani aniqlangan. Agar shu 4 yil pensiya hisobiga ta'sir qilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu yerda yashirilgan to'lov deganda aynan shuni tushunish kerak. Pul osmondan tushmaydi, lekin hujjat to'liq bo'lmasa, sizning haqingiz to'liq hisoblanmasligi mumkin. Ikkinchi misol, 72 yoshli otaxonning sog'lig'i yomonlashgan. U doimiy parvarishga muhtoj. Lekin oilasi keksalikda shunaqa bo'ladi deb yuravergan. Tibbiy xulosa, nogironlik guruhi yoki parvarish zarurati bo'yicha rasmiy hujjat bo'lmasa, pensiya tizimida holat ko'rinmaydi. Shuning uchun otaxon oddiy yoshga doir pensiyasini oladi. Lekin unga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan ayrim imtiyozlar yoki qo'shimcha yordamlar masalasi umuman ko'tarilmaydi. Bu holatda birinchi qadam poliklinika, tibbiy komissiya va ijtimoiy himoya organlari bilan rasmiy tartibda ishlash bo'ladi. Uchinchi misol, ayol kishi umrining ko'p qismini ishlagan, lekin ayrim yillarda dekret ta'tili, bolaga qarash davri, vaqtincha ish haqi kam bo'lgan davrlar bor. Pensiya tayinlashda hamma davr bir xil ta'sir qilmaydi. Ba'zi davrlar stajga kiritilishi mumkin, ba'zilar alohida hujjat talab qiladi. Agar ayol men ishlamaganman, demak bu davr hisobga kirmaydi deb o'ylasa, xato qilishi mumkin. Aksincha, hammasi avtomatik qo'shiladi deb o'ylash ham xato. Har bir davr bo'yicha hujjat, buyruq, arxiv ma'lumoti, ish haqi ma'lumotnomasi talab qilinishi mumkin. 4-misol, pensioner ilgari zararli yoki og'ir sharoitda ishlagan bo'lishi mumkin. Zavod, shaxta, kimyo korxonasi, issiq sex, tungi smena,
sog'liq uchun xavfli ishlar. Bunday ishlarning ayrimlari pensiya yoshiga, stajga yoki hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Lekin mehnat daftarchasida lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxiv hujjati topilmasa, bu imtiyoz ko'rinmay qoladi. Men shuning uchun doim aytaman. Men falon joyda ishlaganman degan og'zaki gap yetmaydi. Buni tasdiqlaydigan rasmiy hujjat bo'lishi kerak. Eng avvalo pensiyasi juda past chiqqan, lekin ish staji ko'p bo'lgan odamlar e'tibor berishi kerak. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi eng kam darajaga yaqin bo'lsa, bu albatta tekshirishga arziydi. Bu har doim xato bor degani emas, chunki ish haqi miqdori ham katta ahamiyatga ega. Lekin staj to'liq hisoblanganmi? Ish haqi davrlari to'g'ri olinganmi? Imtiyoz davrlar kiritilganmi? Shularni tekshirtirish kerak. Ikkinchi guruh. Nogironligi bor pensionerlar. Agar nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy xulosa yangilangan bo'lsa, lekin pensiya miqdori yoki qo'shimcha to'lov o'zgarmagan bo'lsa, savol berish kerak. Ba'zan ma'lumot tizimga kech tushadi. Ba'zan odam o'z ariza yozish kerak bo'ladi. Doktor aytdi degan gap yetmaydi. Rasmiy qaror va ma'lumot bazada aks etishi kerak. Uchinchi guruh. Yolg'iz yashaydigan keksalar. Ayniqsa farzandlari yo'q, qarindoshlari yordam bermaydigan, ro'yxatda yolg'iz turadigan, kundalik ehtiyojlari uchun boshqa odam yordamiga muhtoj pensionerlar ijtimoiy himoya yo'nalishida o'z holatini aniqlashtirishi kerak. Bu faqat pensiya emas, boshqa ijtimoiy xizmatlar, parvarish, moddiy yordam, oziq-ovqat yoki dori-darmon bo'yicha yordam masalalariga ham bog'liq bo'lishi mumkin. 4-guruh hujjatlari eski bo'lgan pensionerlar. Masalan, mehnat daftarchasi sovet davridan qolgan, korxona tugatilgan. Arxiv boshqa tumanda familiya o'zgargan, pasport ma'lumotlari yangilangan, ish joyi nomi hozir boshqacha. Bunday holatda elektron tizim ham hamma narsani bir zumda topib bera olmaydi. Sizning haqqingiz qog'ozdagi bitta yozuvga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq bo'lsa, ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, imtiyozli maqomingiz to'g'ri kiritilgan bo'lsa va siz pensiya hisob-kitobi bo'yicha yozma tushuntirish olgan bo'lsangiz, ortiqcha vahimaga tushish shart emas. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har bir pensionerga hech bo'lmasa bir marta o'z pensiya ishi bo'yicha asosiy ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Agar kimdir sizga hamma pensionerga falon million so'm qo'shimcha berilyapti, faqat ariza yozsangiz bo'ldi desa, ehtiyot bo'ling. Ko'p firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Ular pensiyangizni oshirib beraman, yashirin to'lovni chiqarib beraman, bazadan pulingizni topib beraman deb pul so'rashi mumkin. Rasmiy to'lovlar hech qachon begona odamning plastik kartasiga oldindan pul o'tkazish orqali rasmiylashtirilmaydi. Har doim pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi, mahalla yoki ijtimoiy himoya idorasi orqali tekshiring. Bu masalada eng nozik joylardan bir muddat masalasi. Ba'zi to'lovlar hujjat topshirilgan kundan boshlab tayinlanadi. Ba'zi holatlarda o'tgan davr uchun ham qayta hisoblash bo'lishi mumkin, lekin buning shartlari bor. Shuning uchun men 5 yil oldin bilmaganman, endi hammasini to'lab berishadi deb aniq aytib bo'lmaydi. Har bir holatda sabab hujjat, xatolik kim tomonidan bo'lgani, ariza qachon berilgani ko'rib chiqiladi. Masalan, agar pensiya tayinlash paytida sizning mehnat daftarchangizdagi bir davr umuman ko'rilmagan bo'lsa va siz endi arxivdan tasdiq olib kelsangiz, qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin qayta hisoblash aynan qaysi sanadan bo'lishini mutaxassislar qonuniy tartib bo'yicha belgilaydi. Shuning uchun men doim og'zaki javob bilan cheklanmaslikni aytaman. Yozma ariza bering, yozma javob oling. Yozma javob bo'lsa, keyin uni yuqori tashkilotga yoki sudga olib chiqish mumkin. Yana bir nozik joy, ro'yxatda turish va haqiqiy yashash manzili. Ayrim ijtimoiy yordam va xizmatlarda odamning qayerda ro'yxatda turgani, kim bilan birga yashayotgani, oilaviy ahvoli muhim bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner amalda yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda yana 3 kishi turadi. Tizim buni ko'rib, bu kishi yolg'iz emas deb baholashi mumkin. Yoki aksincha, ro'yxatda yolg'iz, lekin amalda farzandlari bilan yashaydi. Shuning uchun ijtimoiy yordam masalasida mahalla dalolatnomasi, uy-joy holati, oila tarkibi haqidagi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Keyingi pitfall, telefon orqali berilgan maslahatga ishonib qolish. Men telefon orqali umumiy ma'lumot olishga qarshi emasman. Lekin pensiya masalasida har bir raqamning orqasida hujjat turadi.
Siz menga qo'shimcha to'lov chiqadimi deb so'raysiz. Xodim esa hujjatlaringizni to'liq ko'rmay turib umumiy javob berishi mumkin. Shuning uchun albatta shaxsiy kabinet, davlat xizmatlari markazi yoki bevosita hududiy pensiya bo'limi orqali pensiya ishingizni tekshirtiring. Yana bir muhim jihat, familiya ism otasining ismi o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Eski mehnat daftarchasida bir familiya, diplomda boshqa familiya, pasportda 3-yozilish shakli bo'lsa, tizim bu hujjatlarni bir odamga bog'lashda qiynalishi mumkin. Bunday paytda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar kerak bo'ladi. Oddiy ko'ringan shu masala pensiya hisobida katta farq qilishi mumkin. Arxiv masalasi ham juda muhim. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari arxivga topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin qaysi arxivga topshirilgani topish oson bo'lmasligi mumkin. Ba'zan tuman arxivi, ba'zan viloyat arxivi, ba'zan korxonaning vorisi bo'lgan tashkilotdan ma'lumot olishga to'g'ri keladi. Agar ish haqi ma'lumotnomasi topilmasa, pensiya hisobida siz kutgan raqam chiqmasligi mumkin. Shuning uchun pensionerning farzandlari bu ishda yordam bersa, jarayon ancha tezlashadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini aniqlang. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Mening pensiyam qaysi staj va qaysi ish haqi davrlari asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozma ariza bering. Og'zaki so'rash mumkin, lekin yozma ariza kuchliroq. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni to'plang. Sizda mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, staj yoki JSHIR ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bitta papkaga soling, nusxalarini tayyorlang, aslini esa ehtiyot qiling. Uchinchi qadam, stajni tekshiring. Mehnat daftarchasidagi har bir ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanani ko'rib chiqing. Orada bo'shliq bormi? Korxona muhri bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Lavozim nomi aniqmi? Agar biror joy tushunarsiz bo'lsa, o'sha davr bo'yicha arxivdan ma'lumot so'rang. Masalan, siz 1995 yildan 1992 yilgacha korxonada ishlagan bo'lsangiz, lekin daftarchada faqat ishga kirish yozuvi bor, bo'shash yozuvi yo'q bo'lsa, bu davr to'liq hisoblanmasligi mumkin. To'rtinchi qadam, ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya miqdoriga faqat staj emas, ish haqi ham ta'sir qiladi. Ayrim pensionerlar ko'p yil ishlagan, lekin hujjatda ish haqi past ko'rsatilgan yoki ayrim davrlar umuman olinmagan bo'lishi mumkin. Agar sizning yuqori oylik olgan davrlaringiz bo'lgan bo'lsa, o'sha yillar bo'yicha ma'lumot topishga harakat qiling. Bu ayniqsa eski korxonalarda ishlaganlar uchun muhim. 5-qadam, imtiyozli maqomingizni aniqlang. Siz nogironlik guruhi, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs maqomi, mehnat faxriysi maqomi, zararli mehnat sharoiti, ko'p bolali ona maqomi yoki boshqa rasmiy asosga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin bu maqom og'zaki emas, hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Hujjat bo'lmasa, hamma biladi-ku degan gap pensiya hisobida ishlamaydi. 6-qadam, agar yolg'iz yashasangiz yoki parvarishga muhtoj bo'lsangiz, mahalla va ijtimoiy himoya idorasiga boring. Mening yashash sharoitimni o'rganib, ijtimoiy yordam yoki xizmatga ehtiyojim bor yo'qligini aniqlab berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Bunda shifokor xulosalari, dori-darmon xarajatlari, kommunal to'lovlar, oilaviy ahvol, farzandlar yordam bera olmasligi kabi holatlar ko'rib chiqilishi mumkin. 7-qadam, har bir murojaatni yozma qiling. Arizada to'liq ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, so'rayotgan masalangiz aniq yozilsin. Masalan, mening pensiya miqdorini qayta tekshirib, mehnat stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday sodda aniq jumla yetarli. 8-qadam, javobni kuting va uni saqlang. Agar javobda hammasi to'g'ri deyilgan bo'lsa, lekin sizda bunga qarshi hujjat bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Agar kerak bo'lsa, yuridik maslahat oling. Lekin hech qachon hujjatsiz bahslashmang. Pensiya masalasi hissiyot emas, hujjat, sana raqam va qonuniy asos gapiradi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga karta parolingizni,
SMS kodini, bank ilovasi kodini bermang. Pensiyangizga qo'shimcha pul tushirib beramiz. Kodni ayting desa bu xavfli. Rasmiy idora SMS kod so'rab sizning kartangizga kirishga urinmaydi. Pensionerlar aynan mana shu joyda ko'p aldanadi. Farzandlar ham ota-onasiga buni tushuntirib qo'ysin. 10-qadam pensiyangiz oshganda ham tekshiring. Ba'zan umumiy indeksatsiya bo'ladi, ya'ni pensiyalar oshiriladi. Lekin bu sizning shaxsiy hujjatlaringiz qayta ko'rib chiqildi degani emas. Umumiy oshirish boshqa, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha ustama yoki qayta hisoblash boshqa masala. Shuning uchun pensiyam oshdi. Demak, hammasi joyida deb xulosa qilishga shoshilmang. Bir pensioner 1 million 100 ming so'm pensiya oladi, qo'shnisi esa 1 million 800 ming so'm oladi. Ikkalasi ham bir yoshda. Birinchi odam darrov mendan pul yashirishyapti deb o'ylaydi. Lekin tekshirsak, qo'shnisining ish staji ko'proq, rasmiy ish haqi yuqoriroq ayrim imtiyozli davrlari bor. Demak, faqat yoshga qarab solishtirish noto'g'ri. Har bir pensiya individual hisoblanadi. Boshqa vaziyatda esa aksincha bo'ladi. Ikki ayol bir korxonada deyarli bir xil ishlagan, lekin birining pensiyasi ancha past. Tekshirilganda past pensiya olgan ayolning arxivdagi ish haqi ma'lumoti to'liq olinmagani aniqlanadi. U ariza beradi, qo'shimcha hujjat taqdim qiladi, keyin pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Mana shu sababli solishtirish ham ba'zan foydali. Agar siz bilan bir xil sharoitda ishlagan odam sezilarli ko'proq olsa, sababini tekshirtirish kerak. Yana bir misol. Otaxon, men 20 yil ishlaganman deydi. Hujjatni ochib ko'rsak, rasmiy staj 28 yil chiqadi. Nega? Chunki ayrim yillarda u norasmiy ishlagan, ayrim korxonalar badal to'lamagan, ayrim davrlar hujjat bilan tasdiqlanmagan. Bu achinarli. Lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun yoshlar ham hozirdan rasmiy ish, rasmiy maosh va elektron mehnat tarixiga e'tibor berish kerak. Yana bir holat, pensioner nogironlik guruhi olgan. Lekin pensiyasida hech narsa o'zgarmagan. Sababini tekshirsa, hujjat tegishli idoraga yetib bormagan yoki qo'shimcha ariza talab qilingan. U kishi hammasi avtomatik bo'lib deb 1 yil kutgan. Mana shu 1 yil davomida masala joyida turgan. Shuning uchun sog'liq, nogironlik, parvarish, oilaviy holat o'zgarsa, pensiya bo'limiga va ijtimoiy himoya idorasiga albatta xabar bering. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, pensiyaga qo'shilishi mumkin bo'lgan to'lovlar, ustamalar yoki qayta hisoblash imkoniyatlari bor, lekin ular hamma uchun bir xil emas va ko'pincha hujjatga bog'liq. Kim o'z hujjatini tekshirtirsa, kim yozma murojaat qilsa, kim staj, ish haqi, imtiyoz va ijtimoiy holatini aniqlashtirsa, o'z haqqini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq pensiya hujjatlaringizni ko'zdan kechiring. Stajingiz to'liq hisoblanganmi? Ish haqi davrlaringiz to'g'rimi? Sizga tegishli imtiyoz yoki qo'shimcha to'lov bor yo'qligini rasmiy tartibda so'rang. Og'zaki gapga emas, yozma javobga tayaning. Hujjatlaringizni tartibga soling. Arxiv ma'lumotlarini izlang. Kerak bo'lsa, farzandlaringizdan yordam so'rang. Sizningcha pensionerlarga bunday ma'lumotlar yetarlicha tushuntirilyaptimi yoki ko'pchilik hali ham o'z haqini bilmayaptimi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir pensionerning har oy oladigan puliga bevosita ta'sir qilishi mumkin.